Hurmatli Haval Qashqadaryo obunachilari, bugun yana bir baxtli mijozlarimizdan biri Ahad akamizga Haval M6 avtomobilini topshirmoqdamiz. Ahad akajon, yaxshi kunlaringizga buyursin, hurmatli mijoz. Ahad aka, Haval M6 avtomobilini nega aynan tanladingiz? Bu mashinaning dizayni yo'qdi. Menejerlarning muomalasi yo'qdi. Rahmat. Mana singillarimizga, ukalarimizga ming rahmat. Rahmat. Mana adashmanglar, hurmatli dehqonobodliklar. Osiyo bozorida ro'parasida 7 ta sovg'adan tashqari mana onajonimiz sovg'ani ham yutib oldilar bagimani, kompleki bilan. Biz sizlarga ishondik. Rahmat Ahad. Mingga kiringlar, umrlaring uzoq bo'lsin sizlarda. Rahmat. Biz sizlardan rozimiz. Bundan-da chiroyli avtomobillar topshirish bizlarga ham nasib aylasin. Bizlarga olish ham nasib qilsin. Rahmat. Kimga mana shunday Haval ishonchli mashinalar kerak bo'lsa, tortinmay kelaverasizlar. Ishonchli Haval avtosaloniga hammalaring kutib qolamiz. Hammangizni Haval Qarshi avtosalonida kutib qolamiz. Yashanglar. Biz rozimiz mana. Rahmat akajon. Yuzga kiringlar.